Do'stlaringizga haqoratli laqablar qo'ymang. Bir-biringizni laqablar bilan chaqirmang. "Ey semiz, qalaysan?" yoki "Ey qoravoy" deysiz-u, "Ha, endi hazillashyapman" deb o'ylaysiz. Yo'q, bu hazilga kirmaydi. Bu yaxshi emas. Yoki misol uchun qizlar sizga "Voy, pakanagina yoqimtoy ekansan" deysa, ishoning, hech kimga hatto yoqimtoy ekanligini aytib pakana ekansan deyilishi yoqmaydi. Bunda hech qanday yomonlik ko'zlanmagan bo'lsa ham. Bunday holat asosan do'stlar orasida bo'ladi. Lekin qiyomat kuni bu kamsitilgan insonlarning yaxshi amallari kam bo'lsa, o'zlariga yomonlik qilganlarning yaxshi amallarini tortib olishga haqli bo'lishadi. Ular hozir sizning yaxshi amallaringizni, savoblaringizni tortib olisha olmaydi, lekin qiyomat kunida bunga to'la imkonlari bo'ladi. Shuning uchun do'stlaringizni laqab bilan chaqirmang. Hatto bu laqablar ularni xafa qilmasa yoki obro'sini to'kmasa ham. Ularga o'zlariga yoqmaydigan tarzda murojaat qilmang.